Yaponiyada bolalar aqlli bo'lib tug'iladi deb o'ylagan bo'lsangiz, bu video aniq fikringizni o'zgartirishiga ishonaman. Yaponiyada bolalar aqlli bo'lib tug'ilmaydi, balki ota-onalar ularni aqlli qilib tarbiyalaydi. Va bu tarbiyada eng katta o'rinni kitob egallaydi. Bu yerda kitob shunchaki o'qish uchun emas, balki bola miyasi bilan ishlashning eng katta quroli hisoblanadi. Hattoki bola tug'ilmasdanoq onajonlar qornidagi bolaga kitob o'qib beradi. Chunki bola ona ovozini eshitadi. Bola tug'ilgandan keyin yapon onalari kitob o'qib berishni boshlaydi. Bola hali gapirmasa ham kitob o'qiladi. Nega deysizmi? Chunki ular shuni yaxshi bilishadiki, kitob o'qib berish nutqni tezlashtiradi, eshitishni, diqqatni kuchaytiradi, tasavvurni rivojlantiradi, fikrlashni yaxshilaydi. Bola bilan ota-ona o'rtasida kuchli bog'lanishni hosil qiladi. Eng qizig'i, Yaponiyada siz hamma joyda kitoblar bilan to'la javonlarni ko'rasiz. Xoh u o'yin maydonchalari bo'lsin, xoh shifoxonalar kutish zali bo'lsin. Bog'chalarda har kuni kitob vaqti bor. Bog'cha opalar bolalarga kitoblar o'qib beradi va hattoki har hafta bog'cha tomonidan bolalarga uyga o'qib berish uchun kitoblar berib yuboriladi. Ajoyib, a? Kutubxonalar, kitob magazinlari doim bolalar bilan gavjum bo'lishini aytmasa ham bo'laveradi. Sizchi, bolangizga oxirgi marotaba qanday kitob olib berdingiz? O'qib berdingiz? O'zingiz eng sevib o'qigan bolalikdagi kitobingiz nomini eslaysizmi? Izohda fikrlaringizni kutaman. Video yoqqan bo'lsa, yurakcha tugmachasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Yaponiyadagi vatandoshingiz bilan Yaponiya muhitini his qilishni istasangiz, albatta bizga obuna bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.